Agar yonida parallel so'z o'rganmasa, bu narsa befoyda bo'lib qolaveradi. Listeningdan to'qqiz olish uchun kinolarni, seriallarni, podkastlarni ko'rishimiz kerak deymiz. Lekin o'quvchilar chiqishadi, 3 oydan beri, 4 oydan beri har xil doirada kinolar, podkastlar ko'rib yuribman, lekin foydasi bo'lmayapti deb. Bundagi asosiy muammo nimada bo'lyapti? O'quvchilar listeningda kino ko'rishi mumkin yoki podkast eshitishi mumkin. Agar yonida parallel so'z o'rganmasa, bu narsa befoyda bo'lib qolaveradi. Ayniqsa serial ko'rayotganingizda mazmunini tushunishingiz mumkin. Eshitayotgan kontentingizni tushunmagan taqdiringizda ham u yerdagi actionlardan kelib chiqib mazmunni olib keta olasiz. Lekin so'zlarga e'tibor bermaysiz, hech qanaqa yonida so'z yodlamayapsizmi? Sizda o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun kino ko'rayotganingizda yoki serial ko'rayotganingizda yoningizda vocabulary kitob bo'lishi kerak. Har kuni aytaylik 10 ta 20 ta so'z yodlab yuring va doimiy ravishda kino seriallarni ko'rib yuring. O'sha yodlagan so'zlaringizni takror baribir eshitasiz, baribir ko'rasiz. Mana shu so'zlarni qayta ko'rish orqali yodlagan so'zlaringizni mustahkamlab, listening darajangizni ko'tarishingiz mumkin. Agar so'z yodlamasdan shunchaki 3 oylab, 4 oylab kino ko'rib yurgan bo'lsangiz, unda o'sish bo'lmayotgan bo'lishi mumkin.